2009-yillarda 5 ta kat yo'l o'rnatilgan. Mana bu bitta kat yo'l bor edi. Buni olib tashlashgan. Nima sababdan shunimiz? Mana hozir mana shu nima demoqchi bo'lgan, mana shu joyda ahamiyat beringlar. Antifriz oqdan, mana bu uje qeplanmagan uje charchagan. 2 oy oldin mana shu kat yo'limizni teplanmaligini almashtirdim. Sizlarga ham demoqchiman, iloji bo'lsa sistemaga antifriz aralashtirmaylar. Antifriz negadir endi bu obyektimizda spesialniy antifriz zapravka qilinganmi yo'qmi men bilmayman. Lekin bu kat yo'llarimizda antifrizda normal ishlab bera olmayapti. Shu o'zingizlarga lishniy расход. Teplanmagan уже vaqt soati kelibdi. Almashadi, salkam 150-200 dollar atrofida расход bo'ladi. O'shanga demoqchimanki, shahar o'rtasini oddiy suvda zapravka qilib ko'ringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.